Qar bala. Qar yig'ib, butun yer jahon oppoq qarga purkinibdi. Qar to'xtab, ana to'shqan turib setib olishga bormoqchi bo'lganda, Aqböcen. "Men bu borman, uyda yolg'iz qolgim yo'q", deb turibdi. "Undaqda o'ylig'i bir qar bala yasab beray. U sana hamroh bo'lsin", debdi ana to'shqan. Ana to'shqan bilan Aqböcen birlashib, bir damdala semiz, kulimsirab turgan qar baladan birini yasabdi. Ana to'shqan mengish oldida Aqböcenga: "Uyga kirib, cho'g'larning yonida o'ltir. O't pastlab qolsa, o'tin silib qo'y. O't uchib qolmasin", deb tapalabdi. Aqböcen o'tni uliq qilib etibdi. Uy isishga boshlabdi. Aqböcen asnab, karvatga chiqib, bir damdala uxlab qoldi. O'yladiki, qar bala ko'zini chimchiqlatib, put-qo'llarini mitirtib, asta-asta harakatlanib, naqsh etib, usul o'ynashga boshlabdi. Qar bala shundoq ko'ngillik o'ynab etib, tuyuqsiz uy tarafdan chiqqan tutunni ko'rib qopdi-da: "Bo'lmabdi. Aqböcenning yog'och uyiga o't ketibdi", deb tovlab ketibdi. Aslida Aqböcen o'tni uliq qilib o'tkashga, o't ustal o'rindiqlarga tutishib ketib, uyga o't ketgan ekan. Aqböcen bo'lsa, hech nimani tuymay, tatliq uxlayotgan ekan. Buni ko'rgan qar bala uy tarafga qarab etilibdi. Uy ichini quyuq, istutak qaplagan bo'lib, o't hamma yerga tutashgan ekan. Qar bala issiqdan qo'rqsimi, hech ikkilanmasdan uyga kiribdi. O't tapdidan uning badanidan shurildab suv iqishga boshlabdi. Qar bala quyuq istutak orasidan Aqböcenni tepibdi-da, quchoqlab ko'targan beti uydan elib chiqib ketibdi. Xira uyquda yotgan Aqböcen ko'zini ochib, qar balani ko'ribdi-da, yana uyquga ketibdi. O'rmonliqdagi pil, qar ayiq, kirpa qatorliqlar kuyayotgan o't yolqinini ko'rib, o'tni o'chirish uchun kapdi. Maymunchaq o't o'chirish mashinasi bilan o'tni o'chiryapti. Ana to'shqanmi qaytib kapdi. U balasini chin quchoqlab turib: "Hay balam, uyga o't kessin tuymay, nimanchil uxlagansan?" debdi. Shundala u o'zini qar balaning qutqizganligini bilibdi-da, "Ha, qar bal ishkanda", deb laqabdi. U anasining quchoqidan sakrab tushib, taraf-tarafga chepib, qar balani izlabdi. "Meni qutqizgan qar bala, sen nerda?" deb rosa tovlabdi. Qar bala tepilmabdi. Aslida qar bala uni qutqizman deb o't erib ketgan ekan. Aqböcen anasining qo'yniga o'zini etib, "Qar bala meni qutqizman deb erib ketdi. U nim degan yaxshi", deb yig'lab etibdi. Quyosh ko'tarilib, yer jahonni illatganda, suvga aylangan qar bala parga aylanib, ko'kka ko'tarilib, oq bulutga aylanibdi. Qar balaga to'lim o'xshaydigan osmondagi oq bulut Aqböcenga qarab kulib turib salom berganda, Aqböcen: "Rahmat sizga qar bala", deb rosa tovlabdi.